Oylik to'lov 195 dollardan mana shu Matizimiz halollanishga savdoga berilayotgan ekan. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Bu Matizni qarang aka. Haqiqatda realniy zo'r holatda ekan akalar. Yil 2011 tepa past LED faralar, 4 ta balon yangi taqilgan, absolyutni yangi, mana protektorlarni ham shuni ko'rgan bo'lsanglar, holasi turibdi aka. Xo'p, apshipalari yaxshi holatda, yaxshi chexollar taqilgan, polkalar yaxshi holatda, o'zini mana bunaqa rullari tartibga ustiga ham yaxshi chexollar. 172 ming kilometr yurgan mana bunaqa barlari bor, ko'rib turgan bo'lsanglar, hamma narsasi bor. Faqat 5 konditsioner ekan, yaxshi magnitofonlar ham taqilgan ekan, mexanika mashinamiz akalar. Eng glavnisi orqalarida gazlarigacha bor. Faqat Toshkent shahar, Toshkent yon atroflariga beraman deyaptilar. Nima deysiz aka? Mashina turishini qarang. Aka men aytibdilar, hozir 4 ta mashinam bor. 3 tasi chiqib ketsa ham, mashq qolsa ham mashina o'zim haydab yuraman deyaptilar. Bu degani mashina zo'r, ishoning. Motorlari ham soatda ishlab turibdi, soatda akalar. Endi qarang, boshiga 650 dollar berasiz, oylik to'lov keladigan bo'lsa 195 dollardan 24 oyga berishga berishyapti. Xullas, tegirgan nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa Matiz qidirgan o'rtog'ingizga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin, akalar, joningiz sog' bo'lsin, o'zingiz ehtiyot qilasizlar.